Bu uylarimizni qurgan akamiz o'zlari arxitektor ekanlar. Har bitta uylarimizni fasadi 5,5 metrdan qolgan ekan. 3 ta yonma-yon high-tech proyektimiz 1.3 sotuvli yer maydoniga ega har bittasi. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, uylarimizning narxini, manzilini, hammasini sizlarga to'liqligicha ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Tashqari tarafda ko'ryapsizlar, avtomat ochilib yopiluvchi darvoza, tashqariga ham mashina qo'yish imkoniyati bor. Bu yoqdan bo'lsa mana kiraverish asosiy eshigi. Qani unda ichkariga kiramiz. Kiraverish hovlimiz. Hovliga endi bitta mashina qo'yish uchun joy yetarli darajada. 2 qavatli imorati yer to'lasi bilan hisoblaganda 211 kvadrat metrga yaqin ekan. Tepada katta balkonlar bilan birgalikda bo'lyapti. Endi marhamat sekin-astalik bilan binoni ichiga kirib, xonalarni joylashuvi hammasini ko'rib chiqamiz. Kiraverish yo'li uzun yo'li qilingan, o'ng tarafda dekorativniy oynalar, birinchi bu yoq tarafdan ayollar uchun mo'ljallangan oshxonani ko'ramiz. Mebellar bilan tayyor qilib qo'yilgan ekan va bu yoq tarafdan zinalarimiz bizani ikkinchi qavatga olib chiqsa, buni yonginasida alohida bitta hojatxonasini ko'rishimiz mumkin va buni yonida ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, bu yotoqxonamizning o'ng burchagida o'zini yuvinish xonasi, hojatxonalar bilan birgalikda bo'lyapti. Interyer neoklassik stilda ta'mirdan chiqarilgan va bu tarafda mana kattagina mehmonxona. Mehmonxonamizning kattaligi 20 kvadrat ekan. Aynan shuni tegida yerto'la qilingan. Mana yerto'laga mehmonxona orqali bu yoqdan zinadan tushiladi. Bizda bo'lsa ikkinchi qavatga chiqamiz unda. Ketdik. Ikkinchi qavatimizda 3 ta xona bor. Zinadan chiqqanda chap tarafdagi bu asosiy ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Bu yotoqxonaning ichida o'zini san uzullari va balkonlar bilan birgalikda bo'lsa, zinadan chiqdik. Endi o'ng tarafni ko'ramiz. Bu ikkinchi qavatimiz uchun umumiy yuvinish xonasi, hojatxonalari bo'lsa, buni yonginasidan bolalar uchun mo'ljallangan mana shunaqa yotoqxonani ko'rishingiz mumkin. Ranglar zo'r chiqibdi. Hozirgi kunda zamonaviy va odamning me'dasiga tegmaydigan ranglar. Mana bu bo'lsa oxirgi 3-xona mehmonxonaning tepasida bo'lyapti. Endi xohlasanglar buni yotoqxona qilib ham bemalol foydalansanglar bo'ladi. Sergeli Xonobod Beruniy mahallada joylashgan bu uylarimiz narxini $113 ming so'rashyapti. Albatta kelishiladigan joylar bo'ladi. Qiziqqanlar uchun bilasizlar, har doim quruvchilar nomerini video ostida yozib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar.